yoshda menda ilk qadamim, juda ko'pmi sinfdoshlarim. Bir eslaylik o'sha onlarni, hayajonli alifbe bayram. Jismoniy tarbiyada futbol o'ynardik, matematika fanini yomon ko'rardik. Ustozlardan atayin javoblar so'rab, informatika darsida kontur o'ynardik. Jismoniy tarbiyada futbol o'ynardik, matematika fanini yomon ko'rardik. Ustozlardan atayin javoblar so'rab, kompyuterga borib olib kontur o'ynardik. Sog'indimda o'sha kunni, maktabga kech qolishimni, darsdan qochib xavfsiz shoshib kompyuterga borishimni, uyga ham kech qolishimni, pulim yo'q deb nolishimni, PlayStation'larga borib tomosha qilishlarimni, PlayStation'larga borib tomosha qilishlarimni. Da sog'indim maktab davrimni, birinchi muhabbatim do'stlarimni, bir dunyo xotirani esga oldim, alifbe bayramdagi so'zlarimni. Jismoniy tarbiyada futbol o'ynardik, matematika fanini yomon ko'rardik. Ustozlardan atayin javoblar so'rab, informatika darsida kontur o'ynardik. Jismoniy tarbiyada futbol o'ynardik, matematika fanini yomon ko'rardik. Ustozlardan atayin javoblar so'rab, kompyuterga borib olib kontur o'ynardik. 7 yoshda menda ilk qadamim, juda ko'pmi sinfdoshlarim. Bir eslaylik o'sha onlarni, hayajonli alifbe bayramni.